toza ishlab qamalib ketishni xohlamasangiz diqqat qilinglar. O'rtoqlar, bir marta emas, bir necha marta takrorlaymiz. Yana shunga o'xshash holatlar bilan bizga uchrashishyapti. Holat nima? Firmangiz ishlagan, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 10 yil ishlagandir. Yiliga 10 milliard, 20 milliard, 50 milliard, 100 milliard оборот qilgandir. Lekin endi firmani yopmoqchisiz qaysi sabab bor? Yo biznes strukturani o'zgartiryapsiz yoki boshqa holat. Firmani yopmoqchisiz. Yopaman siz 704-sonli qarorga ko'ra siz likvidatsiyaga berishingiz kerak, sizni soliqchi kelib tekshirish kerak va tekshirgandan keyin endi summa xarajati chiqadi, ya'ni qo'shimcha soliqlar chiqadi. Soliqlarni to'lab turib, hamma debitor kreditorlarni yopib, keyin firmani yopishingiz kerak bo'ladi. Shu xarajatdan qochaman deb ayrimlar tavsiya qilishadi. Juda ham o'zligisini aqlli deb biladiganlar bor. Nima uchun unaqa deyapman? U odamlarni yomonlash ma'nosida emas. Sizga bir tavsiya qilishadiki, sen hozir firmani yopaman desang, xarajat undan ko'ra shu firmani sotsang senga daromad bo'ladi-ku deydi. Bu noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Sizni firmangizni sotib oladigan odam agar siz обороtingiz uchun ko'p yillik ishlaganligi uchun sotib oladigan bo'lsa, bilingki, sizdan keyin u odam iqtisodiy jinoyat qiladi, aniq. Boshqa variant yo'q. Nega? Yo kredit oladi, yo abnal qiladi, yoki yana boshqa biron bir boshqa bir shaxsni ishonchiga kirib, mana shuncha yillik firma bor, kelinglar ishlaymiz deb ishonchiga kirib, firibgarlik qiladi. Aniq jinoiy ish qiladi. Agar o'sha odam sizni brendingiz uchun, qaysidir eksklyuzivniy shartnomangiz uchun sotib oladigan bo'lsa, unda tushunsa bo'ladi, firmani sotsangiz bo'ladi. Lekin boshqa holatda bo'ladigan bo'lsa, u o'zini davri uchun, men o'zimni davrim uchun javob beraman degan xom xayolga bormanglar. Abnalik qiladi, firibgarlikni qiladi, kreditni o'g'irlab ketadi, byudjet mablag'larini o'g'irlaydi, qochib ketadi va balogordan bo'lib sizlar qolasizlar. Sen u bilan til biriktirib shu ish qilgansanlar, u qochib ketsa menga hech narsa qilmaydi deb o'ylagansan deydi va sizni ham javobgarlikka tortadi. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Bu narsa oxir oqibat u o'zining davriga javob beradi, bu o'zining davriga javob beradi deyishimiz mumkin, lekin ungacha vaqtinchalik deb ushab qo'ysa, qamab qo'ysa nima qilasiz? Amaliyotda ko'rib turibmiz, vaqtinchalik, ya'ni zadержание deydi, ehtiyot chorasi sifatida eski direktorni, eski buxgalterni yoki eski uchreditelni ham vaqtinchalik chora sifatida qamab qo'yishyapti va yengisini, to есть undan keyin abnal qilganini topguncha va buni aybi isbotlangunga qadar bu baribir zadержаниеda turibdi. Kerakmi shu narsa? O'sha 5 ming, 10 ming, 20 ming o'lib ketsin o'sha pul ham. Tadbirkorlik qildingiz, pulingizni topdingiz. Hozir tekshiruv qilib yopadigan bo'lsa, solig'i chiqadigan solig'ini to'layinde firmani toza yopinglar. Juda bo'lmasa yordam berish mumkin. Soliq maslahatchilariga murojaat qiling. Faqat bizga demayman. Biz ham yordam bera olamiz, lekin boshqa soliq maslahatchilari ham bor. Lekin qonuni yoping. Sotaman deganda juda ehtiyot bo'ling. Sizdan keyingilar jinoyat qilishi mumkin. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.